ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Teala biz insanlarını özümüzün dünya ve ahiretlik hayatını nişan ve gaye astıda ötküzüş için Allah Subhanahu ve Teala bizge aklını verdi. Ve şundakla bizge Allah Subhanahu ve Teala Peygamber evetip vahiy ilahi körsetme boğan nurluk çırak keçisimi kündüzümü yorup turduğan özünün sözü Kur'an-ı Kerim'ni düşürdü ve Kur'an-ı Kerim'ni Peygamber aleyhissalatü vesselam'nın hayatı ve sünnetleri bilen bizge aşkarı xıbbədi. Hemşidakla Allah Subhanahu ve Teala biz insaniyetini estaizu وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Yaratkıcı perverdigarın Allah Subhanahu ve Teala öz vaxtıda perişlerge men yer şarıda kıyamet kişi birisi Allah Subhanahu ve Teala kulçuluk kılış, Allah'ın buyruk permallarını yer şarıda icra kılışta birisiga avlat mı avlat izbasar bulup kiladigan izbasarını yartıman deb şundaqdı dedi. Allah Subhanahu ve Teala biz insanların yer şarıga dünyaga kelişimizni, yer şarıda yaşımızını Allah Subhanahu ve Teala maksat kılıp bizni öz rahmet veren yer şarıga yarattı. Undaq boğan eken biz insanların yer şarıda yaşaş hukukumuz var ve evlat mı evlat iz ve evlat mı evlat özümüzge yeni nesillerini kaldırış, yeni evlatlarını kaldırış mesuliyetimiz var. Biz bulup mu dünyada evvelen her kandak bir canlılık buradayken o özüge iz kaldırışını yaxşı gördü. Şunun için alahide Allah vazif kıp iz kaldırışını buyurgan kişiler ve iz kaldırışka mesul boğan kişiler insan. Allah Subhanahu ve Teala bizni yer şarıga Allah Teala'nın buyruk permallarını icra kılış, Allah Subhanahu ve Teala'ga hiç kandak bir nersini, hiç kandak yalgan ilahlarını payda kılıp şirik keltirmeslik, Allah Subhanahu ve Teala'ga fitratallahi feteren nase aleyha, Allah yaratkan sağlam İslam din karakterli bilen Allah Teala'ga kulçuluk kılış için Allah Subhanahu ve Teala bizni yarattı. Yaratıp bizge Allah Subhanahu ve Teala hayatlık ve onun işideki her bir nersini verdi ve şundakla bizni köpeydiğen kıldı. Şunun için biz insanlar kelgüsü bizning köpeydiğen evladımızga hakiki atı boğudek, hakiki anı boğudek zadı Muhammed Aleyhisselam ve sahabelardek ve salih peygamberlerdek ve isil hıstetlik ummahatul müminin boğan Hadice, Aişe radiyallahu anhunna ummahatul müminin boğan anlarımızga okşaş Allah Teala'ga halismen kelgüsü izler, kelgüsü evlatlar yeni nesillerge hakiki doğru fikri, doğru sap İslam karakteri ularının kolları da dünya ve cemiyet ve hayatlık yeni İslam ruhiga ve yeni boğan sağlam bir kelgüsü güzel parlak bir cemiyetke aylanlaydıqadak aylanışqa sebep bulup hem aylanğıdak yaxşı dadılar, yaxşı atılar, yaxşı kelgüsü izbasar
maydonga keltira oladigan bir haqiqiy sog'lom odamga, mayli er bo'lsak, mayli ayol bo'lsak, mayli qiz bo'lsak, mayli o'g'il bo'lsak, biz o'zgara oldik bu. Shuning uchun bizdan ruxsatsiz Allah bizga yo'l qo'ygan nikoh yo'li bilan o'ylansaklar, er ayoldan bu iborat ikki mu'minning nuri bilan Allah subhanahu va taolo mush ikki mu'minninki iymoniy nur bilan birga kelgan hayotligidan iymonliq bo'lgan nurliq bir buvoqni o'g'il qiz bo'lsin Allah dunyoga keltirdi. Shu keltirgan nurliq buvoqning iymoniy nurini, fitratul islomini saqlab ham kelgusi musulmonlar jamiyatiga, dunyoga yaxshi hassi qatoligidek shu avlodimizga biz yaxshi fikr berargidek bir to'g'ri sog'lom iymon, sog'lom fikrga, sog'lom bo'lgan bir iqtidor va qobiliyatga biz egimi, avvalan biz buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firu billah ya ayyuhallazina amanutaqulloh, ey mu'minlar, ey Allohga ishonganlar, haqiqiy Allah subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqishda qo'rqinglar deydi. Yine Allah subhanahu va taolo qu anfusakum va ahlikum naran waqudahan nas wal hijara. Sizlar mu'minlar o'zinglarning ahlini yiqindisi taş, haq anglamaydigan insonlar qiladigan do'zaxdan saqlab qoladigan yaxshi ishlarni, yaxshi tarbiyalarni o'zingizga, avlodingizga qilinglar. Ularga shularni do'zaxdan saqlab qolaligidek haqiqiy iymon, go'zal tarbiya va islomni o'zining hayotida amaliy ro'yobga keltira oladigan sog'lom islom obrazi, haqiqiy sog'lom islom talablarini ularda barpo qilinglar deb Allah bizni buyurdi. Endi bizning hozirgi ota-onalarimiz, yoshlarimiz va avlodlarimiz jamiyatga qaraydigan bo'lsak, ismi chiroyli Abdullah, Abdurrahman, Yusuf, Muhammad degandek Allah Taala eng yaxshi ko'radigan Allah subhanahu va taolaning güzel kullarining ismini, Allah subhanahu va taolaning ixlosmand bandalarining, islom raislari, xalifalari, yetakchilarining ismlarini o'zimizning avlodiga va qiz avlodlarimizga Aisha, Zeynep, Hadisha radiyallohu anhumlardek güzel islom yo'riq nurining güzel anlarınınki isimlerini qo'yimiz, yaxshi umid, yaxshi arzuda. Ammo bularning qalbi, fikri, ruhi, hayotining islom ruhi, islom tarbiyasi, sog'lom islom amaliy hayotining bularda maydonga kelishi qarta va bularning sog'lom bir kelgusi dindimi va hayotlikdimi o'zi va kelgusi jamiyatiga foyda yetkazadigan din va axloq va siyosat va o'zining hayoti va jamiyat yashayotgan shu davrga masoratda ijtimoiy bilimlarda sog'lom bir dini, sog'lom bir ijtimoiy to'g'ri bo'lgan islom ruhidagi fikrga egimi desa, biz bu avlod, bu jamiyat, bu yangi avlodlardan buni nihoyatda tas topamiz va tas qolamiz. Bundaq amaliy bo'lgan islomning obrazini jamiyatdan topolmag'ili. Shuning uchun biz amdilikda o'zimizning hushini bilib, biz Allah bizga ne'mat qilib yaratib bergan mush avlodimizga ega bo'laligidek to'g'ri fikrini o'zimizda yaratishga, sog'lom islom fikrini o'zimiz yaratishga va o'zimizningki avlod balavoqlaridimi atalmış faqat ko'rinishdiki o'zini musulmon davladigan mundaq bir islom obraziga amaliy qiliqi, axloqi, muomalasi, hayoti, jamiyati, onunki aralashgan har bir ishida ziyon soladigan, islom obraziga ziyon soladigan mundaq ko'rinishga emas, balki islom ularning ruhiga, axloqiga, jamiyatiga, oilasiga va muomalasiga
haqiqiy singan bir yaxshi bo'lgan ota-ona va yaxshi bo'lgan avlodlarni maydonga keltirishda haqiqiy o'z kuchimizni biz avvalan ustoz rahbarlar, undan keyin jamiyatdagi barliq ota-onalar o'zimizni o'zgarishda alohida hissimizni qatishimiz kerak. Bizningki jamiyatimizdagi nurg'un yoshlarga qaraydigan bo'lsak, ular yolg'on gap qiladigan, va'dasi xiloflik qiladigan, vaqtga rioya qilmaydigan, islomning haqlariga qiz o'g'illar muomalasida rioya qilmaydigan, shahvoniyat, gunoh ma'siyat, zina fohisha, ko'z zinosi, gap zinosi, qo'l zinosi, har turli muomaladagi sharm hayosizlikdan o'zini chetga olmaydigan Yevropaliklar, dinsizlar, har turli Alloh qarshi bo'lgan yo'ldagi turayotganlarning ulardagi bilimlardan, yaxshilik taraflaridan biz o'rganadigan har turli taraqqiyot bilimlarni bunun qarta o'rganishga qiziqmaydigan, balki darhalla ularning yomonliklari bizga yuqib qoladigan mana shunday ahvollarimizni o'ngishimiz bizning azaldan tortib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilib bizning sharm hayolik bir Uyg'ur musulmonlari ekanligimizni, sharm hayolik uzun tarixga ega 1000 yillik islom saf axloqiga, saf sharm hayosi ekanligimizni doim esimizda tutishimiz, har qanday biron chapqon bizni haq saf islom axloqimiz va saf islom huyimiz va madaniyatimizdan va saf islom samiyatimizdan bizni ayirib etmaslikka, sharm hayomizni qat'iy qiz bo'lsak, o'g'il bo'lsak yo'qitib etmasligimiz lozim. Biz kelgusi har bir o'g'il birdan oilaga ota bo'lamiz, har bir qiz birdan oilaga kelgusi ona bo'lamiz. Shuning uchun biz bizning yo'qolishimiz, bizning buzilishimiz, bizningki hayosizlashishimiz bir avlodning qiyomat kishi hayosizlashishiga balkim sabab bo'lishi mumkin. Har birsimiz o'zimiz kelgusi avlodimizdan yaxshilik kutadigan, o'zimizni o'ngishmaydigan bo'lib qolsak, u vaqtda biz Allohning dunyo va oxiratlik rahmatiga erishmaymiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo astag'firullah, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bir qavm o'zining yomon illatlarini yaxshi ishlarga o'zgartmayishlik Alloh ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, biz dunyo va oxiratning baxtsatiga erishimiz davsak, avvalan o'zimizni o'zgartirishga ahamiyat bersak, har bir ota-ona va yosh avlodlar ham o'zgarishga ahamiyat bersak, yaxshilikni o'zimizning asosiy quyuqsak, yomonlikni doim o'zimizdan yiroq tutsak, biz eng isil, go'zal bo'lgan namollik bir obrazni, islomning haqiqiy ahamiyatini maydonga keltiramiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga avlodlarni bir tanlash fursati qilib yaratib bergan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi astag'firullah, lillahi mulkus samawati val ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u az-zukur. Osmonlar va zamin Allohning mulkidir. Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsani, xohlagan maxluqni yaratadi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan kishilarga qizlarni beradi va xohlagan kishilarga o'g'illarni beradi. Deb sura Shuroning 49-oyatida Alloh subhanahu va taolo mushu avlodlarni qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin bizga ne'mat qilib yaratib berganligini bildirdi. Demak, mu'min qarindoshlarimiz, qizlar, o'g'illar har birisi Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan ne'mati va bizga bergan rahmati va bizga sinash uchun bergan Alloh subhanahu va taolaning iltifoti. Agar biz balavoqimizga, ahli tabiatimizga, yangi yosh naslarimizga kelgusining parlaq xo'jayinlari, rahbarlari, davlatimiz, millatimiz, xalqimizningki Sharq Turkistonda izlib Xitoy kommunistlari asida inlayotgan musulmonlarningki kelgusi umidi parlaq g'ojilari, parlaq xirimlari bo'lgan o'g'il qizlarimizga biz ega chiqmasak,
o vaqtda Allah Taala bergen hayat dünyadaki en ulug' ne'matni qadrlamagan bo'lamiz. Chunki Allah Subhanahu va Taala yeni bir oyat vaqtida Estağfirullah innama amwalukum ve auladukum fitne. Sure Tagabun'un 15. ayetida Rasulullah mallaringlar ve ballaringlar sizlar uchun bir sınıdığan fitne. Agar ularni yaxshi tarbiyalab, ularga yaxshi qarab, ularning kelgusining haqiqiy islom obrazida yaxshi avlod qilib tarbiyalab chiqsanglar, ulumi sizlarning kelgusi sadaqa jariya bo'ladigan barliq ishlaringlarni, barliq umidlaringlarni ro'yobga chiqishga yordam beradigan yaxshi bo'lgan izbasallar bo'ladi, yaxshi savob qaynadi. Agar ularga ahamiyat bermasanglar, ya ularni o'zinglarning dunyolik manfaatidagi haqiqiy faqat shahvat jihatdagi, faqat nafsi xohish jihatdagi o'zinglarning ko'ngil xush qiladigan bir moddiy bo'yinqo'lam o'xshash faqat ballaringlardan shakldiram yeb ichiblam yo'g'lab bersa, bo'dilib bersa, yeb ichiblam ko'rinishda shakl jihatda avlod bo'lib qashingga turiblam bersa, uning qalbida haqiqiy iymon singmasimi, Qur'on va hadisning nurlari qalblari kirmasimi, Allohning so'zlari Qur'oni Karim va uningki so'zlarini yod olib, amal qilib, anglab, uningga o'zining hayotini tatbiqlaydigan bo'lmasimi, Allah buyurgan yaxshiliklarni qiladigan, to'sqan ishlardan yanadigan musulmonlar jamiyati va xalqi va dunyoga dindimi, pandimi yetishib Peygamber Aleyhisselam'ın sahabilaridek dünyadaki her qandaq bir insoniyatga, bo'lib musulmonlarga din ve siyaset ve taraqqiyot jihatda haqiqiy baxt yaratalaydigan ilg'or musulmonlardan bo'lishga sizlar tirishmay ularni tashlabsanglar, ularni o'zinglarning faqat ko'ngil xo'shi, ko'z xo'sh qilib dunyo manfaatidan bir manfaat qilib ularga to'g'ri yo'l o'rgatib ular bilan birga hissiyat shahvatga birilib ketsanglar, o vaqtda ular sizlar uchun bir fitna bo'ladi, sizlar uchun bir fitna bo'lsa, deb Allah Subhanahu va Taala bolalarni bizga bikoga yaratmaganligini, buningdan biz hisob berganligimizni sura Tag'abundan iborat, Tag'abun surasidan iborat ziyon tortishmoq, ya'ni har bir inson bu dunyoda o'zining hushini topmasa, ahiretde her bir hayatıdan ziyan tatlıgan, gün kiladigan şu söz asas maksat kılıngan surede biz muş avladımızdan ziyan tatmasımız için Allah Subhanahu ve Taala avladımızın bizi karta sınav için birilgen muş nimetinin kadrini tanışımız, avladımızdan özümüz birlikte fitnege, rizqa çıkmamasımızı Allah Subhanahu ve Taala alahidip ağahlandırdı. Yeni bir ayette Allah Subhanahu ve Taala dedi ki Estağfirullah يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. İman etkan müminler, sizlerni mallarınla ve avladınla Allah'ın zikri boğan, Allah'ını esleş, Allah buyurgan namaz, roza, zekat, ilim eleş, Allah buyurgan her qandaq bir yaxshi amallar ve İslam din ve İslami cemiyetini qo'dashni beradigan barliq qurbonlik, barliq Allah'ni zikr qilishga vosita bo'ladigan har qandaq ishdan sening mollaringlar, bolaringlar seni kashil qilmasin. Yana bir ma'nosi Allohning zikri bo'lgan Qur'oni Karimni yodlash, o'qish, o'rgatish, tashviq qilish, Qur'oni Karimga özünün ailesi, cemiyeti, hayatını tatbiqlash, Qur'oni Karimdagi halolni halol, haromni harom deb e'tiqod qilish, Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan to'g'ri fikri islom tushunchasi bilan o'zimiz va oilamizni tarbiyalashdan sening malga berilib ketganinglar, bolalaringlarning shakllik ko'rinishdagi turmushiga bilinib ketganliginglar seni kashil qilmasin. Kimki mana shundoq Allah Subhanahu ve Taala sınaş için bergen malını, sınaş için bergen balını Allah razı buladigan Qur'onning nuri bilan tarbiyalashga, Allohni eslaydigan va Allah eslashga buyurgan ibodat va namoz va yaxshi amallarni qilish bilan o'tishga yuzlanadigan mana shundoq ishlardan har qanday bir odam yuz o'raydigan, fitnaga tushadigan
o'zini dunyo va nafsi xohishning shahvatlari bilan ko'shlik qilib Allah subhanahu va taolo yo'lidan o'zi o'ylagan ishni qilsa, ana shular dunyo va oxirat ziyon tortquchlardir deb Allah subhanahu va taolo sura Munofiqunning 9-oyatida shunday deydi. Yana bir oyatda Allah subhanahu va taolo bunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum fahzaruhum." Sura Tag'abunning 14-oyatida: "Ey iymon etgan mu'minlar, haqiqatan sizlarning ayollaringlardan va sizlarning bolalaringlardan sizlarga dushman bor. Sizlar ulardan ehtiyot qilinglar" dedi. Demak, ayollarimizni yaxshilikqa tarbiyalashimiz kerak. Bolalarimizni yaxshilikqa tarbiyalashimiz kerak. Ular bizni yomonlikqa, nafsi xohishimizga burilishga, dunyo manfaati deb oxirat yo'lidan yurishimizga, dinimiz va islom millatining gullanishi, taraqqiyot uchun har qanday bir olim ya ustoz, ya o'quvchi, ya musulmon has qiladigan yo'ldan ularni o'rtishga, yoki hozirgi zamonda gunoh ma'siyat, shahvoniyatchilik, haromxo'rlik yoki har turli zina, fohisha yoki harom yo'ldan oilani baqish va shundaqla har qanday bir nafsoniyatchilik va xoinlik yoki Xitoy kommunistlari yoki kofirlarga satilish orqali o'zining oilasining dunyolik turmushini yaxshi o'tkazamiz deb, yo azroq dunyodagi vaqtimizni asos qilamiz deb, shundaq oilada har qanday bir oila a'zosi islom dinimizga, musulmon xalqimizga, musulmon millatimizga xiyonat qiladigan bir yo'lni o'ttirib qo'ymoqchi bo'lsa, qat'iy mana shundaq ishdan ehtiyot qilinglar deb Allah subhanahu va taolo bizni oilamizni yaxshilik yetaklashimizga, har qanday o'zimiz va oilamizni do'zax qilishga sabab bo'lgan har qanday yomonlikdan ehtiyot qilishga va Allah bizni boshlagan yaxshi nasihatlarni o'zimizning hayotida amallashtirib, haqiqiy ixlosman Allohga butkul vujudimiz bilan qul bo'lgan Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler ve ummahatul mümin bo'lgan mu'minlarning solih onlaridek o'zimizning hayotini Allohga bag'ishlaydigan, nafsi xohishdan o'zimizni cheklaydigan yaxshi ota-ona va yaxshi islom obrazi o'zimizning hayotida amallashgan, haqiqiy Allohga ishondik degan shu e'tiqodimizga uyg'un o'zimizning amaliyati rostchil, sadoqatman, ixlosman, kazzab emas, hasadxo'r emas, g'aybatxo'r emas, musulmon qarindoshlarga o'ch adobat, fitna va har turli ziyonkashlik qilgan emas. Uning qalbimi, uning harakatimi, uning har bir muomalasimi Alloh va uning payg'ambari buyurgandek sog'lom islom aqidasiga qurilgan, haqiqiy sog'lom islom axloq qurilgan yaxshi musulmonlardan bo'lishga har birimiz tirishchilik qilishimiz lozim. Har birimizni mana shunday islom axloqi tarbiyalangan güzel axloqli musulmonlardan bo'lishga Allah nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.